5 kişilik polo otishni yutib qo'yay. Oldi bilan qozonga 200 gram mayni quyib, may qizigandan keyin birjin go'shtni selib, go'shtni sag'og'icha qoriymiz. Normal o'tda. Go'shtni sag'og'icha qorib bo'lgandan keyin biz to'g'rab tayyor qilib olgan 50 gram piyozni selib, piyozni bu shu mig'izrang holatgacha qoriymiz. Piyozni qorib bo'lgandan keyin biz to'g'rab tayyor qilib olgan 750 gram sariq sabzi, 250 gram qizil sabzini selib, sabzi yumshoqcha qorib olgandan keyin 1 kilo 250 gram suvni quyib, normal o'tda 10 minut atrofida qaynatgandan keyin 30 gram tuzni selib, yana 5 minut atrofida qaynatib, suyni bilib olamiz. Bu suyni bilgan vaqtimizda shu 3 dan 2 qism suyni bilib olsak bo'ldi. Suyni bilib olgandan keyin biz yuvib tayyor qilib qo'ygan 1,5 kilo go'shtni selib, normal o'tda 10 minut atrofida go'shtni dumlaymiz, quritamiz. Go'shtni quritib bo'lgandan keyin biz bilib olgan so'ni go'shtning yuziga tekshi holatda quyib, yana normal o'tda 10 minut dumlagandan keyin poloni tekshi o'rib, ustiga ozroq uzum sepetib, yana 10 minut dam yotqizgandan keyin poloni iste'mol qilsak bo'ldi. Hunar kasb uyangisi bor do'stlarimiz meni qo'shib olib, yurak bosib, yulduz bosib, inkas rayno gul yo'llab, ayrim xonamga hunar o'rganaydigan deb xat yozib qo'ysanglar, o'zim sizlarga javob qaytarma, meni qo'shmaganlar qo'shib, yurak bosib qo'ysanglar, hammanglarga rahmat.